Siz ham Angliya va Yevropa davlatlarida oyiga 4500 AQSh dollarilik maosh va tekin yotoq joyga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Salom aziz do'stlar, bu juda og'riqli mavzu va ko'pchilik shunday vaziyatga tushyapti. Hozir hamma joyda firibgarlar ko'payib ketgan. Oldin ular rus tilida gaplashardi. Hozir esa o'zbek tilida ham bemalol gapirib, o'zimiznikilarni aldashadi. Mana obunachilarim yuborgan takliflar. Qarang, nima deb yozishgan. Ular sizga oyiga 4000-5000 dollarlik oylik va'da qilishadi. Ayniqsa Amazon skladi deb aldashadi. Do'stlar, uyg'oning, Angliyada oddiy sklad ishchisi yoki zavod ishchisi bunaqa pul topmaydi. Faqat shundaki, o'rtacha oylik soliqlardan keyin qo'lingizda 1800 dan 2200 gacha tegishi mumkin, lekin 5000 emas. Yana bir muhim narsa, Amazon yoki boshqa katta Yevropa kompaniyalari hech qachon Telegram orqali yoki qandaydir shubhali saytlar orqali to'g'ridan-to'g'ri ishga olmaydi. Kimga duch kelsangiz ishonib oldindan pul to'lab yubormang. Ular sizni soddalingizdan foydalanib pullaringizni o'g'irlashadi. Iltimos, bu videoni chet elga ishga bormoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'yingizlar. Ogohlik davr talabi.